mujassam etgan yurtni xonadonida to'yida ishtirok etyapmiz. Mana kechirasizlar, tiriklarning oldida bir burch bor. O'tganlarni eslash. Bu Alloh tomonidan ham buyurilgan va har qanday inson bu narsani o'zini asosiy burchi deb biladi. Mana shu Abdurashidjonlarning xonadoniga o'tgan asrning 60-yillarida mani jonajon do'stim, aziz do'stim Rozajon Xoliyev birinchi olib kelgan. Men noni tuzni, shu xonadonning noni tuzini o'tgan asrning 60-yillaridan beri noni tuz bo'lgan shu xonadon bilan. Joylari jannatda bo'lsin, Sherif degan domla bor edilar. Men Sherifni Qashqadaryoni haligi kulgi ustasi Ergash Karimov deb bilardi. Davrada o'tirgan odamlar ham zavq olib, hatto so'tkalab yuraklarimiz, qornlarimiz og'rigan bazori kulgidan haddan tashqari sho'x ajoyib inson edilar. Joylari jannatda bo'lsin. Bundan tashqari domla Saidov bor edilar, Nurillajon bor edi, do'stimiz. Juda ko'plarni bilaman. Ularni hammalarini xonadonlarda mehmon bo'lganman. Mana bugun Abdurashidjon, xo'sh, endi Qorayog'dijon haqida gapirmasak ham bo'ladi, shogirdimiz rahmatlik. Mana Xudoning irodasini qarang. Xo'sh, bugungi kunda ana shu insonlarni birinchi yodlashni men o'zimni burchim deb bildim. Joylari jannatda bo'lsin, ularning ruhlari biz bilan, ular hamisha bizning qalbimizda, ular biz bilan birga. Shuning uchun Abdurashidjon ana shu bog'langan do'stlik ipini mahkam ushlab, hamma qoidalarga amal qilib, xo'sh, shu do'stlikni davom ettiryapti. Bugun biz keksa yoshda bo'lsak ham ana shu Abdurashidjonni muborakbod qilmoq uchun mana do'stimiz Ilhomjon, professor Ilhomjon bilan Buxorodan tashrif buyurdik. Men chin ko'nglimdan Abdurashidjonni tabriklayman mana shu yubiley bilan. Men uchun Abdurashidjon eng manzur nafas ashulachilardan biri. O'zini so'ziga, o'zini ovoziga, insongarchilik borasida juda katta fazilatlarga ega bo'lgan. Xo'sh, do'st tanlay oladigan, do'stlikni saqlay oladigan inson sifatida bilaman. Men sizga birinchi navbatda Allohdan sog'lik tilayman. Umringizni uzoq qilsin, rizqingizni faroq qilsin, farzand, nabira, abiralarni yonida bo'ling, boshida bo'ling. Bizlarga o'xshagan do'stlar bilan do'stlikni bizga bergan Alloh qancha umr bergan bo'lsa, hamisha davom ettirishingizga meni ishonchim komil. Xo'sh, men davrada o'tirgan hamma mehmonlarni Buxoroliklar nomidan chin qalbdan muborakbod qilaman. Hammalaringizni xonadonlaringizda chiroyli to'ylar bo'lsin. Ana shunday didor ko'rishuvlar bo'lsin. To'y degani insonni bir-birini uzoq ko'rmaganlarni didoridan to'yish, suhbatidan to'yish, xo'sh, yangi do'st orttirish uchun berilgan insonga berilgan juda katta imkoniyat. Yana bir marta yubiley bilan, qo'shaloq to'y bilan hammasi bilan chirqillab qalbdan muborakbod qilib, so'zni mana hamkasbim, do'stim professor Ilhom Qariga beraman. Assalomu alaykum aziz muboraklar. Ana ustozimiz Abdurashid aka haqida, u kishining avlodlari, do'stlari haqida juda bir ulug' tabarruk, xotira gaplarni aytdilar. Hammasiga qo'shilamiz. Men ustozimiz tufayli Abdurashid aka bilan tanishganman. Allohning inoyati va sinovi bilan shu muborakni 1-2-3 yil nonini yeyishga to'g'ri kelgan. Shunda Abdurashid aka bilan bir qiyomat aka uka bo'lib qolganmiz. Abdurashid aka nafaqat musiqada, balki o'sha kasb o'rgatishda, odamiylik fanida ham juda ulug' inson. Bu insonni mana tirikligida avlodlar oldida, do'stlar oldida aytish kerak. Millatimizning baxtiga mana shunday odamlar bor bo'lsin.
millatimizni baxtiga mana shunday odamlarga ergashish kerak yoshlar. Shuning uchun Abdurash aka doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh taolo yomon ko'zdan asrasin. Hazrat Dovudning ruhi shod bo'lsin. Sizni qo'shiqlaringiz juda bir ma'nili, juda bir ta'sirchan, juda bir insonlarning qalbidan joy oladigan qo'shiqlar. Mana bugun O'lmas ukamiz ham sizni haligi ovozingizga monand bir qo'shiq aytdi. Men juda xursand bo'ldim. O'sha yerda bir misra bor ekan. Yiqilganda do'stlar ham topilmas deb. Do'stlar hamisha yoningizda bo'lsin, oqibatli bo'lsin. Sizdagi odamiylik hammaga yo'qsin. Salomat bo'ling. Endi biz ustoz bilan Buxoro amirini bir chaponni olib kelganmiz yubileyingizga. Shuni endi bir kiydiramiz. Ustoz, marhamat, Abdurash akaga bir yaxshi niyat bilan to'nni kiydirib oling.